zikrda yuraveraylik-da. Robbimiz aytayapti. Meni zikr qilish shunaqa ovora qilib qo'ydi bu bandami? Nimani so'rash kerakligi esdan ham chiqib qoldi. Hech narsa emas. Chunki aytib deb so'rayotganlardan ko'ra kattaroq narsani beraman deyapti. Ya'ni agar Allohning zikri, Allohning toati sizni mashg'ul qilgan bo'lsa, odamlarga xizmat qilish, haloyiqqa foydam tegsin degan narsa sizni band qilib qo'ygan bo'lsa, Alloh aytayaptiki, ey banda, seni meni rozi qilishing bilan ovora bo'l. Bandalarimning xizmati bilan ovora bo'l. Sen so'ragandan ziyodasini beraman. Alloh taolo aytadi: "Ey banda, sen men uchun men xohlagandek bo'l. Men sen xohlagan ishlarda sen aytgandek bo'laman." Qatarya? Ey odam bolasi, sen men uchun men xohlaganimdek bo'lgin. Men sen uchun sen xohlagandek bo'laman.